Tuolsling S21. Buni siz hali eshitmagansiz. Lekin bu dunyodagi eng dahshatli qamoqxonalardan biri hisoblanadi. Bu qamoqxona aslida maktab bo'lgan. 1975-yilda Pol Pot hokimiyatga kelgach, maktabni maxfiy qamoqxonaga aylantirdi. Uning maxsus nomi S21 bo'lgan. Bu yerga keltirilgan jinoyatchilar hukumatga qarshi deb gumon qilinganlar, o'qituvchilar, shifokorlar, hatto bolalar ham bo'lgan. 14 mingdan 20 mingga yaqin odam shu yerda qiynoqqa solingan. Faqat 10-15 kishi tirik qolgan. Mahbuslar og'ir qiynoqlar orqali aybini tan olishga majbur qilingan. Keyin ularni o'lim maydonlariga olib chiqib o'ldirishgan. Qiynoqlar, och qoldirish, to'kirish, suv bilan qiynash, kaltaklash, qo'l oyog'ini zanjirlash kabi qiynoqlar bilan ularni qiynab kelishgan. U yerdagi eng dahshatli faktlardan biri, har bir mahbus qamoqqa olinganda rasmga tushirilgan. Bugungi kunda ham ularning qo'rqinchli suratlari muzey devorlarida saqlanadi. Ularning ko'zlaridagi qo'rquvni ko'rgan odam larzaga tushadi. Tirik qolganlar, faqat bir nechta odam tirik qolgan. Ulardan biri Chun Mei. U mexanik bo'lgani uchun tirik qoldirilgan. Keyinchalik u bo'lib o'tgan dahshatlarni dunyoga aytib bergan. U S21 qamoqxonasining hozirgi holati genosid muzeyi. U yerga boradigan odamlar insoniyat tarixidagi eng qora davrni ko'rishadi. Qisqa xulosa qilsak, va biz bunday dahshatli voqealarni kelajakka qoldirmaymiz. Lekin jinoyat qilgan inson albatta javob berishi lozim. Hammaga xayr.